Mana tabiat qo'ynida gaz baloncha bilan mana gazni yoqib ovqat qilamiz mana. Qo'l bola ovqat. Chelyabinskdan o'tib Bashkortostonga kirib boramiz, xudo xolasa. Bugun sayohatimizning oxirgi kunlari, o'z nihoyasiga yetibdi sayohat. Mana bu yerda hozir juda zo'r pishgan olmalar bor ekan. 3 xil sort olma. Endi tabga ko'ra kamgina tuz. Ana qilib sepadi-ku. Turkiyalik qovur. Endi bundan keyin bego'sh ovqat bo'ladimi? Mana go'sht. Bye. Shuncha aytaman, salatga chiqinglar biza bilan deb. Marhamat. Bu ovqatning nomi nima bo'ldi? O'zlaring kommentariyada yozasizlar. Bunaqangi ovqat birinchi va oxirgi marta bo'lyapti, boshqa ko'rmaysizlar. Shuning uchun buni iloji boricha saqlayib qo'yib, zo'r oshpazlar bor-ku, ashliga tashlaysizlar. Oxirgi marta ko'p bo'ladi-ku.